Ota-ona chaqalog'i bilan bitta joyda uxlashi mumkin emas. Bitta xonada uxlashi mumkin, lekin bitta joyda yonma-yon yotgan holatda uxlashi kerak emas. Har yili dunyo bo'yicha 140 mingtadan ortiq chaqaloqlarning to'satdan o'limi kuzatiladi. 70 mingta chaqaloqlarning o'limiga esa o'z ota-onasi sababchidir. Ota yoki ona chaqaloq bilan birga uxlayotgan vaqtda ko'rpani chaqaloqning yuziga olib qo'yishi, qo'llari bilan og'iz burnini bekitib qo'yishi, uyqusirab emizayotgan ona esa o'z ko'kragi va gavdasi bilan chaqaloqni ezib, o'ldirib qo'yishi mumkin. Ona chaqaloqni uyqusirab, uxlab yoki yotgan holatda emizish kerak emas. Chaqaloqni qorni ochib, qattiq yig'layotgan bo'lsa ham, ona birinchi turib, yuzini yuvib, uyqusini ochib, keyin emizish kerak. Chaqaloqlar orasidagi o'lim kechasi soat 12:00 da ertalabki soat 6 gacha uchraydi. Ya'ni ota va ona qattiq uxlayotgan vaqtga to'g'ri keladi. Tiqqetsa uyg'onaman, chaqalog'im nomiga yig'lasa ham uyg'onib ketaman deydiganlar, ertagilarni yig'ishtiringlar. Uyqu oldida barcha ojiz, uyqu yarim o'lim holatidir. Men bolamni birga olib yotganman, uyqusirab yotgan holatda emizganman. Hech narsa bo'lmagan deyuvchilar diqqatiga. Hech narsa bo'lmaganligi uchun siz shukr qilishingiz kerak. Sizda kuzatilmagan bo'lishi mumkin, lekin dunyo bo'yicha har yili 70 mingtadan ortiq chaqaloqlar o'z ota-onasini sovuqqonligi sababli dunyodan o'tishyapti, ya'ni o'lib ketishyapti.